Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi partiya katyollarimizni chiqarib olish arafasindamiz. Yuklash jarayoni. 14 ta katyolimiz bugun Xudo xohlasa Namanganga yetkazib beriladi. Namanganlik mijozlarimizga topshiramiz. Upakovkalarni qilib, chiroyli qilib o'rab qo'yganmiz. Ehtiyot qilib bugun mijozlarimizga yetkazib beramiz. 15 kilovatdan 35 kilovatgacha bo'lgan katyollarimiz yuklanyapti. Assortiment qilib berganmiz. 15, 20, bu joyda 25 ham bor. 30, 35, hozir mana bular 30 kilovatliklar. Bular garilkalari terib qo'ydik. 35 kilovatliklar yuklab bo'lindi deyarli. Mana bu 3 tasi 35 kilovat, kattalar. Keyin garilkasi orqada bo'lgan variantlari mana bular. Bulardan ham bittadan assortiment qilib berganmiz. Bulardan 15, 20, 30, 35 kilovatgacha bo'lgan 4 xil variantda bor. 20 kilovatlikda yo'q, chunki 20 kilovatda teplomenliklar ham gorizontal, ham vertikalga joylashganligi uchun orqa tarafdan garilka moslasak, teplomenlik kalta bo'lib ketadi. Shuni hisobiga orqa tarafdan moslamaganmiz. 25 ta bunaqa variant yo'q. Tor katyolxonalar uchun bo'lsa, buni tavsiya qilamiz. Orqadan garilkasi tushadi, bunker orqadan tushadi, tor katyolxonaga ham bemalol joylashaveradi. Hozir mana 35 kilovatliklar tepada. Chiroyli holatda 35 kilovatliklar turibdi, tushdi. O'rab berganmiz upakovka qilib. O'sha borilgandan keyin chang bo'lmasdan, namgarchilikda ham yomg'ir yog'adimi, nam bo'ladimi, bemalol holatini yo'qotmay turaveradi. Sotuvda ham. Garilkalar ko'p videoda ko'rsatib o'tdik. Motor reduktor двойной 220 motorlar qalin isdan tayyorlaganmiz. 15 kilovatlardagi ozgina kalta bo'ladi. Mana 30 kilovat yuklanyapti hozir, 30 kilovat mana. Asosan katta partiyalarni manipulyatorda jo'natamiz. Yuklashga ishxonadan keyin borib mijozlarimizga tushirib berish uchun ham qulay. O'zlari xohlagan joyga tushirtirib, joylashtirib olishaveradi. Shunisi qulay. Xorazmga, Buxoroga, Samarqandga endi Isuzuda ketadi. Mana qanday pokaylar qo'yamiz. Katyollar bir-biriga tegib, kraskasi ko'chmasligi uchun, ustidagi o'ramlar, ashufkalari bukilmasligi uchun shunday ehtiyot qilib jo'natamiz. Ancha mehnat qilganmiz, chiroyli yetib borishini, chiroyli holatda turishini xohlaymiz. Deyarli yuklab bo'ldik. Katyollarimiz bir qator bo'lib, bo'yma-bo'y kvadratga qarab tushdi. Bu garilkalarimiz yoniga. Garilkalar joylaganmiz. Bular ham xudo xolasa komplekt holatda ketyapti. Eng orqada bunkerlarimiz. Bu ham shu katta-kichik har xilidan kilovatiga qarab. Katyollarimiz yuklab bo'ldik. Chiroyli qilib boylab, joylashtirib. Bunkerlar orqa tarafda bo'ldi, garilkalar yonda. Bir qator joylashgan. Katyollar bo'lsa, kilovatiga qarab sekin bu yoqqa qarab terilib kelindi. 15, 20, 25, 30, 35 gacha. Bu yonda katyollar jami 14 ta chiqib ketyapti. Bu joyda miyalar upakovka qilib qo'yganmiz. Oyoqdagi mana miyalar. Xudo xohlasa bugun Namanganga yetkazib beramiz. Bu yonda yana chiqyapti. Joylar katyollar. Bu yoqda ispitaniyadan bo'lgani, bu yoqda bitganlari, bu yoqda kraskasi bo'lganlar, u ichkarida tayyorlari ishlar davom etyapti. Hozirgi kunda zapaslar bor, tayyorlari. Imkoniyat bo'lsa hozirgi kunda qo'yib qo'yinglar katyol. Ustalar ham uncha ochret bo'lmaydi, katyollar ham ochret bo'lmaydi. Sezon kelib qolsa keyin ochret bo'lib ketadi. O'tgan yil ham, undan oldingi yillar ham ochret bo'lib ketgan. 20 kun, 40 kungacha ochret bo'lgan. Bu yoqda endi ikkinchisidan ham somi ham bitib qoldi. Ozgina qoldi.